Manake Kırgız'ın saltı. Kırgız'ın saltı şunday nerse men aşıkta. Akınbay былтыр nerede gelin aldılar şu uyda. Buna Kuda kalasa buna biz Qo'shnaga juqqan ekan buna qo'shnaga bu yil 5 to'y bo'ldi. o yaxshi niyat qilgan ekanmiz bunda 5 to'y bo'ldi. Emchiliklarni atini bir xil aytib qo'yaman. Bilmaganlar yoshlar bilib olsin. Yoshlar bilib olsin. Buna o'sha birinchi turgan quymoqchaq deydi o'shani. Aha. Xudoga tarqilchi. Aha, ondan keyinki ikkinchi. Jammash bunaki. Aha. Ondan keyinki Qashqachilik. Ondan keyin jo'tochilik deb qo'y. Ondan keyin buni daladik. Mana bunchilikda dalachilikda. Mana dali. Gelinlerge tartılacağım. Bunlar bu mukuycilik deydi mana. Bunaga mukuycilik. To'xta, muqo'ychilik. Mukuycilik. Bu qarchilik. Dali muqo'ychilik, buni qari. Buni qarchaga deydi bunaka. Anaka. Buni qarchaga. Bu tatımlatdan Xudo xolasa. Buni hozir qo'yjedi. Tatımlatdan bir qo'zi kiradi Xudo xolasa shirvas. Akasına da. Akasında. Ha, to'ylar bo'laversin. Былтыр yaxshilik qilganmiz. Endi yil shu malda 5 to'ylar bo'lsin-da. Buna yaxshi niyatlarimiz qabul bo'ldi Xudo xolasa. Buni qozonda, cho'ng qozonda 3 qo'yni etib pishdi bunaka. Yo, taraf ko'rib qo'yach. Qo'shnilarga ham so'z yo'q, intimoq to'gan. Qancha bo'ldi? Tamam 5 Akim Yaxshi qo'shna debdi. O Akimboy buna chimin jo'latmay qorib turibdi o'zi. Ya jesta nevra qulluq bo'lsin-a? Biliyorsun. Ova. Bol olsa aytsan. Buna yim qo'yib so'rlar. Azamati. Narbek qo'y.